BMW kompaniyasi har doim drive so'zining ma'nosini qayta yozib kelgan brend bo'ldi. BMW uchun chegara degan tushuncha yo'q. Ular har bir yangi model bilan raqobatni emas, o'yin qoidalarini o'zgartirgan. 2000-yillar oxiriga kelib esa dunyo motorsozligi yangi bosqichlarni talab qila boshladi. Shunda BMW ularga javobni BMW M5 F10 shaklida berdi. BMW har doim kuchdan ko'ra xarakteri bilan farqlangan brend. Masalan, E60 M5 V10 tovushi bilan motor olamida afsonaga aylandi. Lekin vaqtlar o'tib dunyo turbo davriga qadam qo'ydi. BMW M5 F10 BMW uchun yangi erani ochib berdi. Oldingi M5 avlodlar kuzovi asosan sportga yo'naltirilgan bo'lgan. Masalan, E60 o'tkir, kosmik dizayn edi. F10 esa butunlay boshqacha ko'rinishda. Maqsad 560 ot kuchini oilaviy sedan salonida ham his qilish. Shuning uchun ham kuzov aerodinamikasi qayta ishlangan, og'irlik balansi aniq hisoblangan va har bir chiziq harakat uchun xizmat qiladi. M5 F10 da rul bilan gaz pedali ideal uyg'unlashtirilgan. Shuning uchun ham siz manyovrlarni mustahkam ishonch bilan amalga oshirasiz. 4.4 litrli V8 twin turbo M5 tarixidagi ilk turbinali motor va u 560 ot kuchini juda yengil boshqaradi. 7 pog'onali robot uzatma, har bir uzatish xuddi Kalashnikov kabi aniq. Bu motor nafaqat kuch, balki xarakter ham beradi. U tinchlanmaydi, u sizdan haydashni talab qiladi. V8 motorning og'iz ochilishi bilan salondagi havo o'zgaradi. Sekundlar ichida tezlik sizni sideniyaga yopishtiradi. G'ildiraklar esa asfaltni emiradi. Siz esa bundan kayf olib gazni yanada chuqurroq bosasiz. F10 bu yurak bilan boshqariladigan mashina. Unda elektron yordamchilar bor, lekin kontrol hali ham sizda. Bu maxluq real hayotdagi haqiqiy unutilmas adrenalin. M5 F10 bu texnika va emotsiyaning ideal tengligi. Bu avvalgilardan aqlliroq edi. U sizni haydovchi sifatida sinadi. Mashinani emas, sizni e'tibor markaziga qo'ydi. U ishlab chiqarilmay qo'ygan. U afsona, u tarix va tarix hech qachon o'lmaydi. Bu go'zallikni bizga obzorga taqdim etgan Seven Carbon jamoasi va Eldor akaga alohida rahmatimizni aytib qolamiz.